Hech o'ylab ko'rganmisiz? Oq sochli personajlar orasida eng kuchli personaj kim? Ko'pchilik bu savolga Gojo Satoru deb javob berishi mumkin. To'g'ri, Gojo Satoru haqiqatan ham qudratli jangchi. U Jujutsu Kaisen olamida cheksizlikning barcha sirlarini tushunib yetgan jangchi, ammo u bo'lgan texnikalarini cheksiz ishlata olmaydi. Negaki u charchab qolishi mumkin. Shuning uchun bu ro'yxatda 3-o'rinni egalladi. Nega birinchi o'rinni olmaganini esa yuqorida tushuntirib beraman. Ikkinchi o'rnimizda The Seven Deadly Sins animasidan tulki gunohi bor. Uning kuchi o'lmaslik va sinach kuchi orqali birovlarning kuchi va tezligini o'g'irlashdan iborat. Banning Purgatory versiyasi hattoki Gojo Satorudan kuchli. Chunki Gojo o'z texnikalarini bir necha bor ishlatgandan keyin charchaydi. Sukuna ham uni charchatib mag'lub qilgan. Ban Gojoni charchaguncha hujum qildirib, undan keyin uni mag'lub qilishi mumkin. Banning sinach qobiliyati bilan esa Gojo yana ham tezroq charchashi mumkin. Birinchi o'rin hamma bilgan Naruto animasidan Hatake Kakashi. Uning Kaguya bilan jangdagi versiyasi Ban va Gojo Satorudan kuchliroq. Kakashiga Kamui va Susanoo juda katta ustunlik beradi. U Kamui bilan hattoki Gojo Satoruning cheksizligini aylanib o'tishi mumkin. Ban esa Kakashiga yaxshigina raqib bo'ladi. Kakashi o'zi bilgan jutsulari va Susanoo bilan unga qanchalik zarar yetkazsa ham Ban qayta regeneratsiya qilaveradi. Kakashi uni faqat Kamui orqali boshqa o'lchamga o'tkazib qamab qo'yishi mumkin, ammo Purgatory'dek Ban u yerdan bir yo'lini qilib qochib chiqishi mumkin. Ammo bu aniq emas. Shuning uchun bu ro'yxatda eng kuchlisi Kakashi.